Voy, oldi faralari zo'r ekan. Noyob mashina ekan. U Nodir aka o'zi ham kim oladi deb o'ylaysiz buni? Buni aniq premium mahsulotlar distributsiya qiladigan kompaniyalar bor-ku. Ha. Oddiy arzon mashinada olib borsa, mahsulotlar arzonchiga o'xshab qoladi. Lekin qimmat mahsulot sotadigan kompaniyalar juda olib qo'yishadi. Yoki arzon mahsulot sotsa ham qimmatdek ko'rinadi bu mashinaning ichida. Krizni kommentga yozing. Nodir aka o'zi endi bitta to'liq obzor qilib bering, cho'tki qilib. Rost gazim katta mashina yuk tashiydiganlarni bag'riga shamol yuguribdi-da. Elektromobili chiqibdi. Hyundai ST1 modeli 480 km yuksiz yurar ekan elektrdan. 2 tonna yuk ortib olsangiz 350 km yurar ekan. Ichi ham shunaqangi keng, eshiklari ham juda ham plaviniy, ochilib yopillar ekan. Qarang. Salon ham-chi, haydayotgan odam ham maza qilib, dam olib haydarkanda cruise control, mana sevishadiganlar ko'rasizmi? Xuddi Hyundai bo'lgani uchun Hyundai'dagi ko'rsatlar ham knopkada, abdu avagretlargacha bor. Mashina yaxshigina navorot. Obzori kengligini qarang, oynasini, uning elektronli bo'ladi oynalar. Xullas mashina 2025-yil texpasport 30 minagan probegi, kraskasi toza. Adashmasam bu modelda O'zbekistonda bu safardoni ikkita bo'lmasa agar. Srochniga bilasizmi shu apparatni shunday berilibdi. 43500 ga hozir baraka qilarsiz bo'ladi. Aytgancha, inovativ kattasiga kanal ochganmiz, mana jigar bilan yurg'izilyapti. Hozir podpisatsiya tashlab qo'yib, o'tda va shunaqa kattalari, bundan ham katta gigantlari ham o'sha shikolatlarga qo'yilyapti. Mana bu shunday to'g'ri bosib oringlar. Maza qilasiz, biznesingiz uchun yangi daraja deydi-yu, shunaqa. Faqat bitta kamchiligini ko'rib qoldim, mana ko'rsatib o'taman. Mana shu joyda bir qarich qirilgan joyi bor ekan, to'ldirib qo'yilgan ekan. Qolgan joyi zo'r ekan. Bosib o'raverasiz.